Kamol opa, yana bir qiziqtirgan savol bor. Mhm. Avtosalondan mashina olib, Hop. mashinani olib chiqib ketib, deylik, bir oycha mindim deylik. И mashinada qanaqadir zavoddan chiqqan texnik nosozlik yoki qanaqadir kamchilik borligini ko'rdim. Endi u mashinani avtosalonga olib kelsam, qaytarib alishtirib berishadimi? Bu to'g'risida o'zi normativ protokollarimiz mavjud. U hammasi qonun bilan chegaralangan. Ya'ni mana siz avtosalondan olib chiqib ketayotganingizda sizga 3 yil garantiya beriladi yoki bo'lmasam 100 ming kilometr garantiya beriladi. Ya'ni bu qanaqa? Mashinani birinchi ko'rikdan o'tkaziladi. Uni siz texnik nosozligini ko'ra olmaysiz tabiiyki, faqat o'sha kuzovida qanaqadir yara chaqa yoki bu narsa bo'lgan bo'lishi mumkinligini bilishingiz mumkin. Undan tashqari, agarda qayerdadir yoqmaydigan joyi bo'lsa, o'sha kuzovida siz menga yoqmadi, boshqa mashinani olib chiqib bering deb almashtirish huquqiga egasiz o'sha avtosalonni ichida. Lekin agarda siz o'sha olib chiqib ketganingizdan keyin texnik nosozlikni agarda payqagan bo'lsangiz, siz bizga murojaat qilib olib kelasiz mashinani, biz uni ko'ramiz, tekshiramiz, qayerda nima borligini sizga aytamiz va agarda u sozlanadigan bo'lsa, garantiya asosida sozlab beramiz. Ya'ni tuzatib beramiz. Agarda sozlanmaydigan bo'lsa, agarda o'sha garantiya bo'yicha qanaqadir defekti bo'ladigan bo'lsa, u mashina qaytarib olinadi, GM o'ziga jo'natiladi, sizga yangi mashina taqdim etiladi. Demak, Kamol opa, o'sha belgilangan garantiya muddati ichida mashinadagi barcha texnik nosozliklar deymizmi yoki kamchiliklar avtosalon tomonidan xizmat ko'rsatiladi. To'ppa-to'g'ri. Mashina bo'yicha garantiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni, protokol va normativlarni Telegram kanalimga joylab boraman.